Orqa teshigingizdan yiring oqyaptimi? Unda nima qilish kerak? Bugun svish kasalligi haqida gaplashamiz. Oldingi videomizda svish nima ekanligi haqida tushunchaga ega bergandik. Endi esa bu svish kasalligini qanday davolaymiz? Ko'pchilik bemorlar svish kasalligidan tuzalmadim deb yurishadi, chunki unda orqa teshigining yonidan mana bunday qo'shimcha teshikcha paydo bo'lib qoladi-da. Mana shu joydan doimiy ravishda yiring, selga o'xshash sariq shilimshiq va qon ajralmalari ajralib yuradi. Bunaqa bemorlarda hattoki 5 yil, 10 yillab yuradi va har safar yiring yig'ilib qolganda xirurgga borishadi-da, shu joyni o'zidan shunday kesma qilib yiringni chiqarib yuraverishadi. Lekin bunday qilgandan foyda yo'q. Buni aslida kelib chiqish sababi qanday bo'ladi? Ya'ni ichakda qaysidir qismda travma natijasida teshilgan bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa ichki teshigi bo'ladi. Mana shu yerda va bu joyni kesgan bilan mana bu joy yopilmaganligi uchun bu yerdan yana axlat ajralmalar va infeksiyalar tushish natijasida yana qayta yiring paydo bo'ladi va yiringlab yana teshilib ketaveradi. Bu kasallik shu uchun ham qaytalanaveradi. Svish kasalligidan qanday qilib butunlay qutulish mumkin? Ko'pchilik bemorlarimiz 5 yillab, hattoki 10 yillab bu kasallikdan aziyat chekib yurishadi. Ya'ni orqa teshikdan yiringli ajralmalar, qizil qon sifat ajralmalar ajralib yuradi. Bundan qutulish uchun svish kasalligini ichkarida, ichakda teshigi bo'ladi, ichki ildizi deyiladi xalq tilida. Mana shu narsani yopmaguncha yoki svishni yo'li to'liq olib tashlanmaguncha bundan qutulmaydi. Oldin emas, hozir ham ko'p joyda shunday qilinadi. Ya'ni svishni ichki teshigi bilan bunday kesib olib tashlaniladi-da, keyin bu tikib qo'yiladi. Bu bitta usuli. Ikkinchi usuli esa hozirda eng rivojlanib ketgan zamonaviy usullardan bittasi lazer yordamida mana shu svishni ichki teshigi kuydiriladi-da, keyin ip yordamida mana shu joyni o'zi tikib qo'yiladi. Bu yog'i ham svishni qolgan qismi ham lazer yordamida kuydiriladi. Shunda bunda lazer yordamida qilinsa birinchidan og'riq kamroq hamda jarohat deyarli bo'lmaydi. Kam jarohat bo'ladi. Albatta o'z-o'zidan jarohatni bitish ham tezroq bo'ladi. Kasal ham kamroq qiynaladi. Toki mana shu ichki teshigi tozalab olinmas ekan, bu kasallik sizni 10 yil, 15 yil bezovta qilib yuraveradi. Svish kasalligi bilan uzoq yurilsa nimaga olib keladi? Xo'p, bu kasallik o'smaga aylanish ehtimolligi deyarli yo'q. Hech qaysi profilaktik kasallik rakka bir narsaga aylanib o'limga olib kelmaydi. Lekin yomon tomoni, bitta tomoni bor. Qancha uzoq yurilsa, mana bu svishni ichki teshigi degan qismdan tashqari svishni mana bu yo'li bor-da. Yo'l yiring o'zidan boshqa qo'shimcha yo'llar ochib, mana chuqurga qarab, ichakni tagiga qarab ketishi yoki mana bu yoqdan tashqariga bitta teshik emas, balki 2 ta, 3 ta qilib teshik har qayerga ketib tarqab qolishi mumkin. Bunaqa holatda faqat lazerni o'zida operatsiya qilish qiyin bo'ladi-da, shuning uchun mana bu yerlardan ozgina kesishga odam majbur bo'ladi. Ya'ni jarohat kattalashishiga sabab bo'ladi. Yiringni esa qonga so'rilib har qayoqqa tarqab ketishiga sabab bo'ladi. Qaytaraman, bu o'smaga aylanadi degani emas. Ko'pchilik bemorlar rakka aylanmaydimi deb qo'rqishadi. Yo'q, unaqa emas. Lekin shunaqa xavfli tomonlari bor. Xo'p, svish borligini qanday bilish mumkin o'zi? O'sha joyga o'z qo'lingiz bilan tegizib ko'rsangiz agar, o'sha qattiq bezni siz his qilasiz barmoqlaringiz bilan yoki teshikning yonida qo'shimcha ruchkaning uchidagina kichkina ingichka teshik bo'ladi va u teshik doimiy yorilib, har nechadir kunda bir yiringli ajralmalar, qonli ajralmalar keladi. Baribir uni tagida barmog'ingiz bilan ushlab ko'rsangiz, qattiq bez his qilasiz. Sizga shunaqa kasallik bezovta qilayotgan bo'lsa, bizga keling, biz yordam beramiz. Shu darddan xalos bo'lishingizga inshaalloh.